Bugun hammani qiziqtiradigan, hammani o'ziga jalb qiladigan, hammaning sevimli guli bo'lishiga aylangan geran, ya'ni pelargoniya haqida gaplashamiz. Aslida geran deb ataydigan gulimiz pelargoniya ekanligini bilarmidingiz? Haqiqiy geran qanday ekanligini-chi? Sizni qiziqtirgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, layk bosing, kommentariyalarda o'z izohingizni qoldiring. Qani endi boshladik. Geran ilmiy nomi pelargoniya. O'zining go'zal gullari, xushbo'y hidi va parvarishi osonligi sababli eng ommabop xonaki va hovli o'simligidir. Biz odatda geran deb ataydigan uy guli ilmiy tilda aslida pelargoniya deyiladi. Geran barglari havoga fitonsidlar, zararli bakteriyalar va viruslarni o'ldiradigan moddalar chiqaradi. Bu xonadonda havoni ajoyib tarzda tozalaydi. Uning hidi chivin, pashsha va kuyalarni haydaydi. Qadimda deraza tokchalariga hasharotlar kirmasligi uchun ataylab geran qo'yishgan. Pelargoniya injiq o'simlik emas, biroq u uzoq va chiroyli gullashi uchun quyidagi asosiy qoidalarga amal qilish kerak. Ko'p xonaki o'simliklardan farqli o'laroq geranning barglariga suv purkash mumkin emas. Bu barglarida dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Geranning o'ziga xos hidi asab tizimini tinchlantiradi, stressni kamaytiradi va uyquni yaxshilashga yordam beradi. Geran quyosh nurini juda ham yaxshi ko'radi. Uni uyning eng yorug' deraza tokchalariga qo'ygan ma'qul. Yozda uni ayvonga, balkonga yoki hovliga olib chiqish juda ham foydali. Toza havoda u yanada gulkirab gullaydi. Pelargoniya uchun suvni yaxshi o'tkazadigan yengil, unumdor tuproq kerak. Idishning tagida albatta suv oqib ketadigan teshikchalar va drenaj bo'lishi shart. Gullashi uchun kaliy va fosforga boy o'g'itlar kerak. Azoti ko'p bo'lgan o'g'itlar o'simlikni gullatmay, faqat barg chiqarishiga olib keladi. Pelargoniya chiroyli va qalin buta bo'lib o'sishi uchun uning uchlarini vaqti bilan yulib turish kerak. Bahorda va kuzda cho'zilib ketgan, qarigan novdalarni kesib turish kerak. Bu yangi baquvvat novdalarini hamda gul kurtaklari hosil bo'lishini ta'minlaydi. Mana endi haqiqiy geran haqida gaplashamiz. Uylarda, tuvakda o'stiriladigan mashhur gul ko'pincha botanik jihatdan pelargoniya deyiladi. Haqiqiy geran esa odatda bog'larda o'sadigan sovuqqa chidamli va gullari 5 ta bargchalardan iborat ko'p yillik o'simlikdir. Haqiqiy geran ochiq daryo bo'ylari yoki bog'larda sovuqdan o'lmaydi. Gullari to'g'ri shaklda, ya'ni simmetrik 5 ta barglarga ega. 18-asrda mashhur botanik Garelning bu ikki o'simlik, ya'ni geran va pelargoniya bir-biriga o'xshashligi sababli bitta guruhga kiritgan. Haqiqiy geran esa sovuqqa chidamli Yevropa va Osiyoning o'rmonlarida yovvoyi holda o'sadigan mutlaqo boshqa guldir. Ammo xalq orasida geran nomi pelargoniyaga yopishib qolgan va hozirgacha shu nom ishlatiladi. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyalarda o'z izohingizni kutib qolamiz.